Farzandingiz kelajakda kuchli inson, millionerlarning qatorida bo'lishni xohlasangiz, mana shu 3 ta tavsiyamga amal qiling. Birinchisi, bolani maktabiga, universitetiga, muhitiga e'tibor bering. Qaysi maktabda o'qiyapti, o'rtoqlari kim bilan suhbatlashyapti, muhiti qanaqa. Men bunga juda ham ehtiyot bo'lgan bo'lardim. Ikkinchisi, qanchalik tez ularning maqsadini aniqlab olsangiz, kim bo'lmoqchi, kelajakda kim bo'lib ishlamoqchi, qaysi nuqtalarga, qaysi cho'qqilarga erishmoqchi, mana shu juda ham muhim. Bu narsani ko'proq farzanddan suhbat asosida keltirasiz. Nimalarni yoqtiradi, nimalarni ko'rmoqchi, chunki farzand bugungi kunda o'zi kim bo'lishini bilmaydi. Siz u bilan suhbat asosida, tajribangiz asosida unga mana shu nuqtasini ko'rsatib berasiz. Chunki 90% bugungi kundagi yoshlar kim bo'lishini bilmaydi. Bu juda ham og'ir savol. Va uchinchisi, moliyani o'rgating. Bugungi kundan pul tejashi, pul bilan ishlashi, pul topishni o'rgansin. Men ko'p biznesmenlarni bilaman, o'z farzandlarini ishlatishadi. Ya'ni ishlating va o'zi topgan pulni moliyasini sanashni o'rgating. Tejashi, asrashni, o'ziga kiyim olishni va uni boshqarishni o'rgating. Mana shu 3 ta narsani qilsangiz, xudo xolasa, farzandingiz millionerlarning qatorida bo'ladi.